Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xanim namlıq tarihi romanның davamı. 3. Qışdan beri xanıqa tünəkxanlarda zikri söhbət, cəri samaları bilən xilla tinçib qalğan Xoca Hidayetullah İşanның sopi xupiya paylaqçıları bahar bilən təng qaytadan quturaşqa başlagan idi. Ular xuddi lalmi itladək bütkül Saidiya təsərrüfünün hər qaysı şəhər, bazar, yezi qışlaqlardan tatıb, bulun puşqaqlarıgacha tinəb yürüb, sülüki İsaqiya muridlərinin iş hərəkətlərini qattiq təqib qılatdı. Oddiy avam arasıga soqunub kirib, ularning Qo'rchoq xon Appa Xo'ja saltanati haqidagi gap so'zlariga diqqat qilatdi. Saltanatga foydasiz deb qaragan gap so'zlarni har qaysi yurtlardagi xalifa baglari orqali Ishon xon xo'jasiga iqitmay, temitmay yetkazatdi. Bugun kundagi odati bo'yicha Shohnishonga qubulga chiqqan Xo'ja Hidayetullah Ishon 9 paylik shoh supining ustidagi oltin taxtda gidib o'tiradi. Uchisidagi xuddi qon bilan bo'yalgandek ko'rinadigan o't qashdek qizil shohani ton semiz bastiga yepib turadi. Semiz bastini yepib turadi. Beshiga o'rvagan oq shoyi sallisining dal o'tirsiga qadalgan boshmaltaqchilik cho'ngluqdagi olmos vol-vol qilib ko'z chaqatdi. Singib pishgan girdidak qizargan mangzi bilan yorishimliq yastıvagan qaramtul kak saqli uni hozirgi yeshidan 10 yosh kichik qilib ko'rsatdi. Shundaqla qarmoqqa qo'lidagi kahriva tasvini tinimsiz sirib o'tirgan Hidayetullah Ishon to'lim salobatlik, taqvodor, oq ko'ngil, adolatlik, musulmon xonridak tuyg'u berib kishini aymandiradi. Taxtning o'ng tarafidagi Mo'ng'ul basqaqbek darja to'ra uchun olayda buyurtib yasatqizgan yana bir shohani kursa bo'sh edi. G'aldanning Xo'ja Hidayetullah saltanatini nazorat qilish uchun qadirgan bu sarkardisi olayda zarur ishi bo'lmasa Shohnishonga kamdan kam chiqadi. Kunlarini aysh-shirat, bazmi sharob yoki ovchilik bilan o'tkazadi. Orada erkanları Xo'ja Hidayetullah Ishon ko'ringan aman o'rinlardan turishib, qo'l bog'lab, boshlarini to'ban silishqinicha shohani hurmat ehtirom bildirsa, bu Mo'ng'ul sarkardisi Shohnishonga kirishi hamon Xo'ja Hidayetullah Ishon o'rindan dast turib, hurmat ehtirom bildiradi. Saltanatning muhim cho'ng ishlarida uning maslahat buyruqsiz farmon tushirolmaydi. Qutbul Aqtab Ishon Appa xon xo'jamga ma'lum bo'lg'ay deb oldiga bir qadam chiqdi. Mirza İdris bey Ishonga cho'nqur salom bajo keltirib, har qaysi yurt oymoqlardagi amir baglardan kelgan ma'lumotlardan qaraganda tasarrufimizdagi suluki Isoqiya muridlari xon xo'jamning buyuk saltanatiga dushmanlik ko'zi bilan qarashga jur'at qilolmas holatga kelgan bo'lsa-mu, Әмма Дәхри Султан İsmail Xan tərəfdarlarının xufiyani iş hərəkətləri bağansırı avuşqa başlapdı. Ol cahil murtadlar oddiy rəiyyət arasında adalet panah Appa xon xo'jamning saltanatiga qarshi targ'ibotlarni elib berib, avomni qaymoq turib yurgudak. Sultan İsmail Xan ordusida Şig'avul əmirlik mənsibida o'tirgan Mirza İdris bey ishqiya sulkining sadoqatman murti bo'lib, o'z vaqtida ordidagi muhim maxfiyatliklarni g'oyib yulduz degan laqam bilan Hidayetullah Ishonga xufiyani yetkazib, Ishonning Saidiya saltanatiga qarshi ilib borgan turlik suiqasdlik planlarining muvaffaqiyatli ro'yobga chiqishi uchun puxta asos bilan ta'minlab turadi. Mirza Babaq Begning suiqasdiga uchrashidimi, Sultan İsmail Xonning Jungar aqsuyaklariga mag'lub bo'lishidimi, uning qo'li bor edi. Xo'ja Hidayetullah Ishon taxtga chiqqandan keyin ko'rsatgan ashu bir talay to'hpalari uchun uningga arkoni davlatlik, qo'shimcha amri kabirlik mansablarini inom qilgan edi. Mana endi u Xo'ja Hidayetullah Ishonning saltanat ishlarini bemalol aqtirishi uchun aqldorlik qilib atadi. Mirza İdris Begning so'zlarini anglab, Xo'ja Hidayetullah Ishon bir oz cho'chidi.
Janobi Erkani davlat, bu xususda aniqroq ma'lumot egilgaysiz, dedi Abba Xo'ja taxtning oltin quppasiga yo'ligan gavdasini ruslab. Sultanul Muhaqqiqin on hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirza Idrisbek beshini sal ko'tarib. Ul jahil dahriylarning ish ahvollarini tafsili egilab bo'ldik. Xubiylarimizning ishonchlik ma'lumotidan qaraganda xon xo'jamning saltanat suridan qo'rqqan bir qism dahriy amirlar Uchturpan amri Muhammad Emin Badir xonning huzurida panohlanib, saltanatimizga qarshi ko'tarilishga tayyorlanib etibdi. Muhammad Emin tog'asi Sultan İsmail xonning o'chini erish hamda saltanatni tortib olish uchun avomdan ko'plab lashkar elib mashqlantirib etibdi. Bu ma'lumot nima uchundir Hidoyatullo Eshonning ancha diqqatini tortmadi. Shundaqmi tehi Uchturpandak ashu kichikkina yurtdagi necha ming soqol lashkar G'aldan xon xo'jamning langminglagan Badir lashkarlariga qarshi tig' ko'tarishga qandaqmi petni olasin? Bu xuddi chumilining o'zini bilmay yo'lbosning burtiga yamashqanchilik ishqo. Shu kunlarda Hidoyatullo Eshon Jung'arlarga hech qanday bir kuch tang kelmaydi deb cho'ng ishonch qiladi. Shunga u ancha eran qilib ketmadi. Zinhar g'aflatda turmag'ayla qibligahim, dedi Mirza Idrisbek jiddiy yo'sinda. Rost, G'aldan xon xo'jamning lashkarlariga hech nima tang kelanmasdir. Ammoki ul bahodir lashkarlar to'limi yiroqda. Avvalmadis birer kelishmaslik bo'lib qolsa, ularga xabar yetkazib bo'g'icha fursat qo'limizdan ketib qolur. Qishtin G'aldan xon xo'jam farmon tushirib, ostanda qoldirgan bir tuman lashkarlarining hammasini dugudak eri baliqqa yutkab ketdi. Basqaqbek Darja to'rining qo'l ostidagi Mo'ng'ul lashkarlarining soni ming'imi yetmaydi. Onun ustiga ular hadab mal dunyo cho'g'lab, aysh ishrat bilan kun o'tkazish halakchiligida. Yovg'i taqobil turg'ida kapsilisi yo'q. Muhammad Emin Bahodir xon garchi Uchturpandak kichik yurtning amri bo'lsa-mu, uning Sultan İsmail xonning jiyan o'g'li Saydiya shahzodasi ekanligini butkul avam biladi. Navada u saltanatimizga qarshi shundoqli ko'tarilgan bo'lsa, Tuğ elimining ostiga tumanlagan avamni ham sulki isoqiyachi murtatlarni jug'liy olaydi. Choyonning balasi kichik bo'lsa-mu, baribir choyonda, baribir choyondir. Navbat kelganda nashtar sonjimay qolmaydi. Shunga on hazratim qilchilik bexudlik qilmay, Muhammad Emin Badir xonning noib amirlik mansibini ilib tashlab, o'rniga ishonchlik xalifa muridlaridan birini noib amirlik mansibiga qo'yg'ayla hamda Uchturpandagi riyokor osiylarni tamomiy jazolashga yorliq tushirgayla. Murid muxlislarga vaz nasihat qilib, yo'l ko'rsatib, ko'nib qolgan Hidoyatullo Eshonga shu kunlarda Mirza Idrisbekning adab saltanat ishlari haqida yo'l aql ko'rsatishi yoqmayotdi. Shunga u Mirza Idrisbekning taklifini ancha qo'llab ketmadi. Muhammad Emin Bahodir xonning saltanatimizga shilting otqudak majoli boliqiga ishonmayman, dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon takabburlik bilan. Erkani davlat janoblari ortiqcha iztirobda bo'lmag'ay. Ul Muhammad Emin Bahodir xonning saltanatimizga noroziligi bo'lsa, allaqachon muddao maqsadlarini oshkorlar edi. Hala bugungi kunga kelganda bizlar kim Sultanul Muhaqqiqin Abba xon xo'ja bu saltanatga barqaror bo'lib, yurtlarchilik tizginini tutib turganimizga yarim yildan oshdi. Muhammad Emin Badir xon ba'ayni yo'lbosdan urkigan to'shqandek Uchturpanda sadosiz yurmoqda. Balkim u o'zining nesivisiga shukr qilib, bizlarga sadoqatini bildirib atgandir.
Шуңа оның мұтаа мәқсәттерini білмей тұрып, сәбәпсізла әмірлік мәнсіпін еліп ташлысақ, Дәхри Сұлтан Исмаил хандан айырылып қалған бір қысым жахил авам арасында kichik ishni cho'ngaytib etmaganimiz afzal. Lashkari divan Uchturpan lashkarlarini Ostonaga yo'tkash xususida farmon tushirib, Muhammad ibn Bodir xonni lashkarlardan ayirib etsakla kifoya qilur. Ol chaqda lashkarlardan ayrilgan Muhammad ibn Bodir xon saltanatimiz haqida g'ayri xiyollarda zinhor bo'lmas. Hem onu panah tatib bağan riyakar emirləmu amalsız barmaq tişləb qilishar. Hoca Hidayetullah İşanның körənglik bilan yürgizgan mulayizisi və çıxarğan hükmü Mirza İdris Bəkə ancha yoqmagan bolsunmu, ilojsiz xo'sh deb turishqa majbur bo'ldi. Amma o Şahnişindan yenib chiqqandan keyin Hoca Hidayetullah İşanның Uchturpan lashkarlarini Ostonaga yo'tkash farmonini Muhammad ibn Bodir xonga tushirmay, Aqsuning noib amriga Arkoni davlatlik qo'shimcha amir kabirlik salohiyati bilan lashkari divan nomidan farmon tushirdi. Farmonga Aqsu amri o'zi mas'ul bo'lib, Uchturpan lashkarlarini Ostonaga yo'tkash, navoda Muhammad ibn Bodir xon bo'yin tavliq qilsa, o'rniga ma'lum qilmasdan Aqsu lashkarlari bilan Uchturpanga jazo yurishi qilib, Muhammad ibn Bodir xonning kallasini edish xususidagi mazmunni qo'shib qo'ydi. 1679-yili Ujma olib bo'lgan mezgilda Orda lashkari divanning farmonini topshirib olgan Aqsu amri rahmatulloh xalifa Muhammad ibn Bodir xon huzuriga elchi avatdi. İşan xon xo'jam olilari lashkarlarni Ostonaga yo'tkab ketsa, Uchturpandan iborat bu muhim lashkargohni men qandoq muhofazat qilaman? dedi Muhammad ibn Bodir xon elchining muddaosini anglab bo'lgandan keyin tamkinlik bilan javob berib noib amir rahmatulloh xalifa janoblariga aytsinlar. Hozircha Uchturpandan lashkar yo'tkash mumkinchiligi zinhor yo'q. Faqat bo'lmasa Aqsu lashkarlaridan yo'tkab turg'ay. İşan xon xo'jamning farmoniga daxli ta'ruz yetkazilsa, oqibati yaxshi bo'lmasmikin, amir janoblari, dedi elchi joyillik bilan. İşan xon xo'jamning farmoni albatta daxlisizdir, dedi Malika muhtaram xonim elchiga ta'rini turib. Ammo İşan xon xo'jam yurtlarchilik ishlaridan ancha bexabar bo'lsa kerak. Büyük saltanatimizning lashkari jasaqlarida har qaysi yurt aymoqlarning noib amirlariga munosib lashkari imtiyoz berilgan. Bo'libmi Uchturpandek muhim o'tganni xon lashkarlarining salmoqi to'liq zarurdir. Xon lashkarlarining saqlamaqi to'liq zarurdir. Lashkari ishlardan savodi bor har qanday odam biladigan bundoq oddiy qoidani İşan xon xo'jamning bilmasligi to'liq kulkulik ish. Onun üstüge lashkari divanning farmoni Aqsu amriga emas, Uchturpan amriga bevosita kelishi kerak. Malika muhtaram xonimning keskin javobini anglab, Muhammad ibn Bodir xonning hech qanday ifoda bildirmaganligini ko'rib, elchi lam jim diyamida qaytishga majbur bo'ldi. Ahvoldan qaraganda Xo'ja Hidayetullah İşanning diqqatini qo'zg'ab qo'ygan o'xshaymiz, dedi Malika muhtaram xonim. Elchi chiqib ketgandan keyin oqsiga qarab, "Endi ol munofiq İşan bilan tutishadigan navbatimiz kelgan o'xshaydi." "Balkim", dedi Muhammad ibn Bodir xon o'ychanlik bilan. "Ular bizni avval lashkarlarimizdan ayirib etib, ondan yo'qotmoqchi. Ammo Hidayetullah İşanning lashkar yo'tkigisi bo'lsa, nima uchun xon yorliqqa tushirmaydi? Bunisi to'liq shubhilik." "Ras aytdilar aka, darhol Aqsuga oyg'aqchi mangdiraydi. Kim biladi, bizga jazo yurishi qilg'uchi qo'shin Aqsuga kelib bo'ldimi tehi." Muhammad ibn Bodir xon singlisining so'zlarini o'rinliq deb qarab, shu hamon Aqsuga oyg'aqchi mangdirdi. Aqsu amri rahmatulloh xalifa elchining javobini anglab, to'liq tanqisliqda qoldi. Ko'nglini aqtirganda uning Muhammad ibn Bodir xon bilan ozarlashib qolg'usi yo'q edi.
Gerçi o'zi Oqsudagi katta yurtning amiri bo'lsa-mu, Muhammad Emin Bodirxonni hali ham Saidiya shahzodasi deb bilib hurmat qiladi. Ammo Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning shafoatiga noil bo'lib, Oqsuning amirlik mansibiga tayinlanganligi hamda sulki ishqiya muxlisi bo'lganligi uchun Appa Xo'ja saltanatiga to'liq sadoqatman edi. Aslida yurtlarchilik tajribasi xeyla kam bu amir orduning yorliq farmonlarini daxlisiz o'rindashdan bosh tortishni zinhor xohlamaydi. O'z oldiga jonliq tadbir qo'llanishni faqatli bilmaydi. Shu topda uning kallasida lashkariy divonning farmoni hukmron edi. Maslahat so'ray desa, Oqsuning basqaq begi bo'lib turgan Mo'ng'ul sarkardasi yiqqan mol dunyolarini ayirib etish uchun Jung'ariyaga opirib etish uchun Jung'ariyaga ketgan bo'lib, texchilar qaytib kelmagan edi. Ammo lashkariy divonning farmonini kechiktirishga faqatli bo'lmaydi. Xo'jam rozi, Xudo rozi, Muhammad Mustafa rozi degan qorg'ulacha e'tiqod bu sodda ixlosman sulki ishqiya murdining kallasida hukmron edi. Farmon dedi u o'rinbosar amir lashkarga qarab. Barliq lashkarlar tayyorlik qilib, tax bo'g'ay, Uchtirpanga jazo yurishi qo'zg'aymiz. Jazo yurishi qilg'aymiz. Oqsu amirining ikki tuman lashkari bilan Uchtirpanga jazo yurishi qilish uchun tayyorlanayotganligidan xabar topgan Muhammad Emin Bodirxon qilchilik tantirab qolmadi. Yaratgan Tangrim avval Oqsuni tasarrufimizga ilishimizni buyurgan o'xshaydi, dedi Malika Muhtaram xonim xushallangan holda. Farmon bergaysiz aka, men faqat 5000 lashkar bilanla u jazo yurishi qilg'uchi qo'shinni tiri-piran qilib Oqsuni ilkimga olg'ayman. Hozirman singlim, dedi Muhammad Emin Bodirxon temkinlik bilan. Oqsu amri rahmatulloh xalifa to'limi sodda, tuz ko'ngil odam. U Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning farmonini bajo keltirishdan boshqasini bilmaydi. Uning ustiga ul amrining jangbozlik mahoratidan qilchilik xabari yo'q. Meningcha jang qilib behuda qon to'kish hojatsiz. Amiz qanday qilish kerak? Malika Muhtaram xonim akasining muddaosini tushunmay oldirab qolgan edi. Oqsu sarkardalarining orasida Mirza Muhammad Shohbeg ismli bir sarkarda bor. U bahodir azimat bilan uzundan beri birodarchiligimiz va do'stlik ahdi paymonimiz bor. Mirza Muhammad Shohbeg nayzivozlikqa va xanjar etishga to'liq mahir. Bo'libmi yeniga esib 5 tal xanjarini 100 qadam orliqda chinigan har qanday narsaga dal takkuzalaydi. Biz ashu sarkarda orqali Amir Rahmatulloh xalifini qo'limizga tushirib, maqsad muddaoyimizni ochiq aytib, foyda ziyonni tushundirsak, buningdan keyin ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan ulug' ishlarimiz uchun foydasi tegib qolar deb o'ylayman. Yaqindan beri Saidiya xonligini qaytadan asliga keltirish vasvasida Malika Muhtaram xonimning mijozi bag'ansiri chuslashib ketib boradi. U hadisla ostoniga lashkar tortishni tashabbus qilib kelayotqashqa, akasining puxta tayyorlik qilib, biroqla nusrat qozonish planini og'izdan chiqarmasimi, ko'nglida qo'rqinchoqlik qilyotidi deb tushunadi. Shunga hozir u ko'ngildagini oyab o'tirmay udulli debatdi. Nemancha azmilik bu, yov sarkardlaridan himmat yordam talab qilish qo'rqinchoqlik bo'lib qolmasmi? Hozir qo'limizda ba sarkard lashkarlar bilan Oqsuni ilishimiz tamoman mumkin. Oqsu ilkimizga o'ssa, putirab turg'udak ziminimiz texmi ko'paydi. Ondan ostoniga tegish qilsak tamoman bo'ladi-ku. Bu deganingizmi to'g'ri, dedi Muhammad Emin Bodirxon sabrchanlik bilan tushundirib. Ammo Oqsuni jang bilan olamiz deydikanmiz, cho'qim bir qism lashkarlarimizdan chiqim tatmay qolmaymiz. Uning ustiga ikki tuman Oqsu lashkarini o'zimizga dushman qilib olamiz. Asirga ilingan lashkarlarning biz uchun bahodirlik ko'rsatishi notayin. Yana bir avarchilik shuki, ahvoldan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon darhol xabar topdi-da, Jung'ariyadagi xo'jasi G'oldandan yordam so'raydi. U chaqda oldimizdan Hidoyatulloh Eshonning so'pi lashkarlari bilan
Arkamızdan G'oldanning Mo'g'ul lashkarlarining hujumiga duch kelimizda har qancha bahodirlik ko'rsatsakmi, mag'lub bo'lmay qolmaymiz. Ko'z oldimizdagi bu ehtimollikni hisobga olganimizda eng yaxshisi Aqsu lashkarlarining sarkardlarini o'zimizga moyil qilib ittifoq tuzmakimiz. Xo'ja Hidoyatulloh Ishonni behud holatga keltirib, ondan ostoniga hujum qilmoqimiz lozimdir. U chaqda Navada Mo'g'ul lashkarlarining hujumiga duch kelsakmi, bemalol jang qilishga qudratimiz yetadi. Shuni unutmangki, singlim, Xo'ja Hidoyatulloh Ishon va uning bir qism riyokor amirlaridan boshqalar bizning dushmanimiz emas. Saltanatni qanchaki qon to'kmay qo'limizga olsak, keyingi yurtdorchilik ishlarimiz uchun shunchalik foydali. Aksining bu o'rinliq tadbiriga Malika Muhtaram xonim qoyil bo'ldi-da, yana tirkishib turibdi. Malika Muhtaram xonimning Sultan Ismoilxon ordusidagi o'rta muhofazachilar qo'shinining amirlik martabasi aksi Muhammad Emin Bodirxonning noib amirlik martabasi bilan teng edi. Uning ustiga Malika Muhtaram xonim Sultan Ismoilxonning yorliqiga binoan Uchturponga kelgan xon elchisi bo'lg'ashqa, Muhammad Bodirxon uning bir qursoq singlisi sifatida uni bir qursoq singlisi sifatida emas, Saidiya xonligining yuqori darajalik amri ham xon elchisi sifatida olayda hurmatlaydi. Shunga u har qanday lashkariy ishlarni Malika Muhtaram xonim bilan maslahatlashadi. Malika Muhtaram xonimning fikriga qarta o'zining fikr muloyizalarini tafsili sharhlab qoyil qiladi. Singlisi bilan fikr birlikka kelgan Muhammad Emin Bodirxon Mirza Muhammad Shohbekka qaratib bir parcha xat yozdi-da, ishonchlik mahramidan birini Oqsuga berib, sarkarda Mirza Muhammad Shoh bilan ko'rishishga yo'lga soldi.